Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Nima gaplar? Opaga bilet oldik. O'zbekistondan aeroportdan kutib olishadi doktorlar. Srazi больницаga olib ketishadi. Mehribon insonsiz, rahmat. Ovqat olib kelib berdik, opa ovqatlanyapti. Nega yozmayapsiz? Где вы? Opani ko'rgani kelganmiz. Biletlarni oldik, hozir opani narsalarini olib kelib berishsa, kechqurun aeroportga olib chiqib kuzatib kelamiz. Salom, cho'milib, yuvinib, go'zal ayol bo'lishibdilar. Duxiylardan septizmi olib kelib bergan duxiylardan? Go'zal bo'ldingizmi? Güzel buldu. Yani güzel böyle bakıcı başım chiroyli bunaqa yuvib qo'yadi. Ha. Nima qilyapsiz? Qayerdasiz? Opani olsa mana doktor keldi. Spravkalar yozishdi, mana opa ovqatlanyapti. O'tiribmiz, bu doktorimiz. Mana spravkalar yozishib, hamma yoq tayyorlashyapti aeroportga. Doktor. Nasıl var şey kısa oluyor mu bana olmaz. Yo'q, hech kim yo'q. Sodalı şey içebilir miyim diyor. Soda mı? Soda evet. Çok işine rahatsız eder. Kola içkisi kelyapti. Kola içme, kola iç. İçmeyin. Su için, su. Yo'q. Çok içme rahatsız ediyor diyor. Короче, больницада organlarini olishmoqchi bo'lgan, o'shanda urush janjal bo'lgan, u urganmi, bu yerlari ko'karib ketgan, короче. Urdimi? Urgan ekan. İyi günler. Bay bay. Urgan ekan, короче. Güzel. Efendim. Rapor burada. Masjidda yotganda biz olib keldik uyga, apartamentga olib keldik, cho'milib yuvinib, Zara'dan klassniy kombinzonlar kiyib olgan. O'zimga oldim, ko'ru rubashkasi kichkina ekan, opaga berdim. Başka çantanı aldım sen. Tamam. Evet. İlker geldi mi? Ayollar qo'mitasiga ishga kirdingizmi? Ha, ishga kirdim shu desanglar. Endi ayollarda haq huquqini rasmiy janjal qilib защищать qiladi. Tamam o zaman önden binelim. Alloh Tamam shifo mı? bersin, Evet. tuzalib Hadi. ketinglar. Tuzalib ketadi xudo xolasa. Tamam. Gidiyoruz. Bo'ldimi, ketdingmi? Tamam. Aha. Opa biz nima nechida keladi? Umid. Umid keladi. Ha, bo'ldi, siz ovqatlanavering, biz borib dokumentlarni ayollar qo'mitasiga boramiz. Hamma yo'q tayyorlab kelamiz. Kechqurun kelib sizni kuzatamiz. Mazza qilib dam olib, rohat oling. Vid qarang, oynangda opani vidini ko'rsatay. Bitta to'xtab turinglar. Go'zal opa qayoqqa olib kelgan bu xotinda. Mana ovqat yeb o'tiribdi. Hozir. Ana. Hop, hammaga salom deng, rahmat deng hammaga xalqimizga. Katta rahmat. Men hamisha duodaman. Hozir vidni ko'rsataman sizlarga apartamentdan. Vidni Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Ana. Teşekkür ederim. Qaranglar, apartamentni vidini. Go'zal opani klinikasidan shu yerda davolangani kelsanglar, shu yerga olib keladi. Ana, ketdik. Hozir 1 minutga o'chib qolishim mumkin, так что kusura bakmanglar, bir pasda chiqamiz o'z ko'chaga. Ay. Bo'pti, topi yaxshi o'tiring, odobli qiz bo'lib. Mazza qilib dam oling, televizorlar yoqib, muzika qo'yib o'yinga tushing. Ha, chiqadi. Hemen aynı boyda. Ha, menga krossovka еще высокая. Ha, krossovkasi ham katta, men takanaman o'zi. Hatta kursunlar. Ben ne diyeyim o zaman hocam? Hepinizin Sen, burada. sen hepten zaten. Hozir liftdan pastga tushib Hanginiz olaylik. uzun? Dur bakayım. Oha. Men kichkinaman, krossovkam baland meni. Oha. Bu da 10 santim bunu giyiyor. Bulardan qolishmaydi deb uzun boy krossovka kiyib olganman.
Ama Instagram herkese hammalar shunaqa yuzimni ko'rsatadi. Veliki. Lekin siz ozmisiz? Da, judayam. Yo'q. Sevirib ketdim hozir. Yo'q. Manga o'lchamni qo'shib, kichkina ekansiz, aytdim, kichkina bu. Instagram foto ko'rnasi deyishadi. Ketdik. Qaysi tomonga edi? Ha. Ha, lunchik qolib ketdi. Ha, endi o'zi tushadi endi. Ana, voy mana shu itga o'ldim men. Shuni olishimiz kerak, обязательно. Qayerdan zakaz qilsa bo'lar ekan? Mana uni ushlab turing, Lena. Hozir biz klinikaga boramiz. Klinikadan keyin xotin-qizlarga. Ha, nima u? Salonmi? Anaqa yo'qmikin, manikyur одновременно qiladi-yu, oyoq qo'lda. Qiladimi shu yerdan? Voy, zo'r. Ha. Bular hammasi bu kishinikimi? Ha? Benim benim. Hozir xotin to'planib ketadi bu yerda Instagramdan keyin sizga. İlker. Mana. Hozir qayerga? Zubnoygami? Ha. Zubnoyga ketyapmiz, keyin o'sha men voy mashinaning go'zalligini qaranglar. Ay. Ay. Hozir lunchik. Ha. Lunchik. Daha var. Lunchik. Telefon qilib yuboringlar. Ana geliyorum bir. Opa zilzila bo'lgani yo'q. Jichim-nimdek qilib alla aytgandek qimlab qo'ydi xolos. Всё, shu bilan tugadi. Xavotir nesday. O billa. Ketyapmiz mana. Ayollar to'plami hamma. Qalislar. Bilasizlarmi deysizmi? Здравствуйте, как вы? Все прекрасно. Hozir Go'zal opaning klinikalariga ketyapmiz. Hozir biz hamma yo'q bor ekan, bu yerda zubnoy ham, plasticheskiy xirurg ham, liposaksa, abdomina and plastika hamma yo'q bor ekan. Hozir biz zubnoyga ketyapmiz, Gulixonni tishini qildirgani. Tojikchani bilasizmi? Net, namedonam. Ha, biletni opaga, короче, bilet oldik 8da ertalab. Ertalab 8ga bilet oldik. Banamur olib berdi bilet, shu desanglar. Banamur olib berdi biletni. Короче, молодец Banamur. Xullas bitta inson ko'plab insonlarni xayrga, ishga Yaxshilikka. sababchi bo'lyapsiz. Da. Alloh rozi bo'lsin. Gapirmang. Tilda gapirish oson, действие qilish u hammaga ham nasib qilmaydi. Xudoga shukr. Rahmat, rahmat. Rahmatika Alloh. Больницада urushibdi-da. Больницада urushdi, qo'llari ham ko'karib ketgan. Bilmayman endi nega urgan. Qilish mumkinmi? Menimcha mumkin emas. Doktorga aytsam biroz jahli chiqdi. Bunaqa bu Bakirko'y davlat hastanasi eng zo'r klinikalardan bittasi. Aha. Davlatniki bo'lsa ham bunaqa narsa bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Da. Pochkani sotdimapsizchi? Yo'q, unaqa narsa bo'lishi mumkin emas bu yerda. Tем более davlat klinikasida. Частный bo'lsa okey. Davlat klinikasida Yo'q, bakın yottigida uyg'onmaslik bo'lgan. yo'q, ular O'lib bo'lmasadi. ketsin. Men Tojikistondan sizni kuzatib boraman. Rahmat Jasmin, yaxshimisiz? Boringizga shukr. Hamma yerda yordam beramiz. Arzimaydi. Injiq bo'lib qoladi. Yoshlarda shu yoshdan. 75-го года она. Да. 75-го? Да. Ой. Вы посмотрели? Нет. 75 это вообще Молодая? 75. 75 yıl olsa 50 yosh. 50 yaş. Doktorumuz 50 necha yoshda bo'ldi doktorimiz?
O ne? Vahşi. Hocam, yaşınız kaçtı? 66. Maşallah. Tüt tüt tüt. Şükür değil.